Настроением dabdala bo'lganda, lekin Maycake'dan Ramazon oyiga mana shunaqa set keldi menga. Qaranglar, laganni o'zi bitta iskustvo. Endi sizlar bilan mana shu setni ko'rasizlar. Mana men bilan solishtirganingizda qanaqa kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Shu setni yeb ko'ramiz. Birinchi nima yeb ko'raman? Birinchi естественно Napoleon yeb ko'ramiz. Ay, bismillahirrohmanirrohim. Chesa shunaqa nежный. Kremlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda nежный. Juda. Ragaliklarini rosa maqtashgan. Yeb ko'rganlar. Ragalikni ham yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ragalik ichi go'shtli, yong'oqlari bor. Juda ham mazasi zo'r. Shu men bu narsasini yegim kelyapti desam. Bu ham yeyishli narsa, qaranglar qanaqa shirin qilishgan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ham vkusniy ekan. Mana men bunisini yeb ko'ramiz. Bu ustiga fistashka qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Voy dahshat ekan. İçi to'la bezi va yong'oq nimaga zararlashma shunaqa. Mamlisiga va 10/100 haqiqatan shirin. Keyingisi baklava, lekin shunda ko'rinishdan ko'rinib turibdi, shu og'zimga to'shni sig'maydi va juda ham nimalar ko'p, yong'oq bilan magizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiz gap yo'q. Olib ko'ringlar обязательно. Buni saharlikka, iftorlikka bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Qaranglar qanaqa bogatlik. Rahmat kattakon.